Kim bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha borkim Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay. Alisher Navoiy. Bu yerda ko'ngli buzuq deganda tushkunlikka tushgan, hayotdan ko'ngli sovigan, nima qilishni bilmay qolgan nochor bir inson haqida gap ketyapti. Mana shu insonning ko'nglini ko'tarib qo'ysangiz, vayron bo'lgan Ka'bani tiklash bilan barobar ekan. Aksincha bo'lsa-chi, hayotdan rozi, xursand, o'z ishini qilyapti, odamlarga yordam beryapti. Mana shu odamning ko'nglini buzib qo'yadigan bo'lsangiz, dilini vayron qiladigan bo'lsangiz, tikka turgan Ka'bani vayron qilish bilan barobar bo'lar ekan. Bu juda katta gunoh. Alisher Navoiy inson ko'nglini Ka'ba bilan tenglashtiryapti. Hayotimizda juda ko'p odamlarni ko'raman. Birovlarning dilini bo'lar bo'lmasga vayron qilishadi. Masalan, kimnidir farzandi bo'lmasa, aynan mana shu narsani gapirib ko'nglini og'ritadi. Yoki o'g'li bo'lmasa, o'g'li yo'q deb ham shunaqa gaplarni ham gapirishadi. Eng yomon narsa. Ko'ngilga og'ir botadi bu narsa. Yoki eski paytlarda ko'p bo'lar edi. 4-5tasi yig'ilib qolsa, darrov harbiy xizmatdan ketardi, boshlanib, 2 soat, 3 soat gaplashardi. Endi ularning orasida kimdir qaysidir bir sababga ko'ra harbiy xizmatga bormagan bo'lsa, ana shuni chaynalishib, mazax qilishga tushib ketishar edi. Endi bir o'ylab ko'ring, shu gaplardan manfaat bormi? Xo'p, o'sha odamni dilini og'ritib huzur olishdan nima foyda bor? Gunoh yozilyapti-yu. Undan ko'ra aynan mana shu og'riqli nuqta, og'ir botadigan narsani gapirmay o'tib ketsangiz savob bo'lmaydimi? Shuning uchun Alisher Navoiy aytganidek, odamning ko'nglini ko'tarish kerak. Ko'nglini ko'tarish qo'lingizdan kelmasa, dilini og'ritib o'tirmang. Bu juda ham og'ir gunoh bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha odamlarga qalbiga ozor bermaydigan qilib, chiroyli qilib gapirish kerak. Gapirish qo'lingizdan kelmadimi? Jim turganingiz ma'qul.